juda ham ko'pchilik mana farzandiga antibiotik oladi. Antibiotikdan keyin va antibiotik paytida probiotiklar berish ko'pchilikning esiga kelmaydi. Именно Saccharomyces sostavli betirolis sizlarga tavsiya qilaman. Обязательно ichkizinglar. Doktoringlar aytishi mumkin, ayta olmasligi mumkin. Bu o'zingizlar berishingizlar kerak bo'lgan probiotik hisoblanadi. Va undan tashqari yana bitta maslahatim, antibiotik olgandan keyin juda ko'p antibiotik oladigan bolalarga meni maslahatim, gepatoprotektorlar ishlatinglar. Misol uchun Livartikit hisoblanadi. Tabiiy, xuddi batga o'xshagan narsa, hech qanaqa zararli ta'sir ko'rsatmaydi. Tug'ilgandan boshlab mumkin bolalarga. Effekti ham zo'r demoqchiman. Chunki birinchi o'rinda o'zi kasallikdan jigar baribir ham qanchadir miqdorda toksinlar hisobiga zararlanadi. Yana antibiotik qilgandan keyin 2 martalab zararlanadi. Shuning uchun zararlanishini, himoyalashini